Qanaqa qilib target xizmatingizni portfolio va keyslarsiz sotishingiz mumkin? Hamma mijozlar sizdan oldin qilgan ishlaringizni portfolio keys so'rashadi. Lekin sizda hali portfolio keys bo'lmaydigan bo'lsa, siz boshi berk ko'chaga kirib qolgan bo'lasiz. Aynan mana shu holat o'zim ham boshimdan o'tgan. Qachonlardir men umuman portfolio va keyslarsiz xizmatimni sotishimga to'g'ri kelgan. Bu holat qanaqa qo'rqinchli yoki sizga qanaqa stress olib kelishi mumkinligini, qanaqa savol-javoblar bo'lishi mumkinligini men bu narsani juda yaxshi bilaman. Chunki o'zim bu narsani boshimdan o'tkazganman. Aloqada Kamol Digital 8 yildan beri digital marketingda o'z faoliyatimni ko'rsatib kelaman va shu paytgacha 100 dan ziyod muvaffaqiyatli keyslarimiz mavjud. Bu videoda men sizga qanaqa qilib portfolio va keyslarsiz loyiha olishingiz mumkinligini to'laqonli tushuntirib beraman. Agar siz ham portfolio keyslarsiz loyiha olishda qiynalayotgan bo'lsangiz, videoni albatta oxirigacha ko'ring. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Men sizga hozir ishlaydigan real 3 ta instrument beraman va mana shu 3 ta instrument orqali siz portfolio va keyslarsiz loyiha olishingiz mumkin. Birinchi instrument bu Prework. Prework deb nomlaymiz. Bu qanaqa deydigan bo'lsangiz, siz qilishingiz kerak bo'ladi. O'zingizga yoqadigan ma'lum bir loyihani tanlab turib, u loyihani to'liq audit qilib chiqing, tahlil qilib chiqing va o'zingizni g'oyalaringizni bitta Wordgami, Excelgami yoki daftargami yozing. Siz mana shu loyihani qanaqa qilib yaxshiroq rivojlantirgan bo'lardingiz? Qanaqa qilib lead generatsiyani qanaqa qilib kuchaytirgan bo'lardingiz? Ma'lum bir loyihani oldingiz, misol uchun aytaylik, qanaqangidir qurilish kompaniyasi qanaqa kontentlar chiqaryapti, keyin Ads Librarydan qarang, qanaqa targetlar yoqyapti, qanaqa videolarga yoqyapti, call to action'i qanaqa, lead formasi qanaqa, landing page orqali lead olayotgan bo'lsa, landing page qanaqa va siz buni qanaqa qilgan bo'lardingiz? To'laqonli siz tahlil qilib, o'zingizni g'oyalaringizni tushirishingiz kerak bo'ladi ma'lum bir Wordga yoki yaxshiroq bo'ladi, ana shu kompaniyaga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishingizni direkt orqali, misol uchun ekran zapisini yoqasizda, qilayotgan ishlarini, qayerda xato qilyapti, qanaqa qilsa leadlarni arzonroq olishi mumkin. Mana shularni to'liq tushuntirib, video soобщениеda siz mana shu ekran zapisda tushuntirib, to'liq o'zingizni g'oyalaringizni berasiz va ana shu kompaniyaga direkt orqali yo'naltirasiz, Telegram orqali yo'naltirasiz, marketingga yaxshi bitta taklifim bor deb yuborasiz. Bu holatda siz nima qilyapsiz? Sizdan portfolio bilan keys kim so'raydi? Siz ularni pulini havoga uchirib yubormaysizmi? Sizga ishonsa bo'ladimi yoki yo'q? Mana shu shubhada turgan odamlar sizdan portfolio bilan keys so'raydi. Siz mana shu shubhani yo'qotyapsiz. Siz qilib berishingiz mumkin bo'lgan ishlarni, o'zingizni qarashlaringizni to'g'ridan to'g'ri tushuntirib bera olasizsiz. Sizni qilib berishingiz mumkin bo'lgan ishlar, sizni qilayotgan analitikangizni ko'rgan, unga yoqsa agar ana shu tadbirkorga yoki marketologga sizdan portfolio keys katta ehtimol bilan so'rab o'tirmaydi. Birinchi narsa aynan mana shu birinchi instrument Prework. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri kompaniyaga siz qilib berishingiz mumkin bo'lgan narsani jaydari tarzda to'liq tahlil qilib, analitika qilib, o'zimizning strategiyalarimizni shundoqqina tekinga berib yuboramiz. Ikkinchi instrument pishmagan pomidor deb nomlayman. O'zi o'rislar bu narsani nespelый pomidor deydi. Men to'g'ridan to'g'ri tarjima qilib olganman. Bu nima? Bu instrumentdan ko'pincha dizaynerlar foydalanishadi. Qanaqa dizaynerlar? Grafik dizaynerlar foydalanishadi. Nimaga pishmagan pomidor deyilishini ham bilib olasizlar. Ma'lum bir dizayner, misol uchun aytaylik, qaysi kompaniyaga o'zini g'oyalaridan kelib chiqib, unga zadaniya berilmagan. O'zidan o'zi kelib chiqib, rasmlar yasaydi, turli xil grafik dizaynlar yasaydi. Aynan mana shu dizaynini u qanaqa dizayn qila olishi tarzida ko'rsatib beradi. Ya'ni u kompaniya bilan ishlamayapti. U misol uchun aytaylik, boshqa kompaniya ham siz portfoliyongizni ko'rsating deydigan bo'lsa, o'zi o'ylab topilingan kompaniyalarga yasagan dizaynlarni ko'rsatib beradi. Endi bu ishni targetolog qila olmaydimi? Nimaga qila olmas ekan? Targetolog ham qila oladi. Targetologda bitta narsani tushunib olaylik. Yaxshi kompaniyalar targetolog olayotganda faqatgina qanaqa nastroyka qila oladi deb qarashmaydi. Qanaqa natija olib kela oladi, u qanaqa varonkalar tuza oladi degan savol bilan yurishadi. Endi biz bu savoliga loyihamiz, keysimiz, portfoliomiz bo'lmasa ham javob bera olamizmi? Ha, javob bera olamiz. Biz ham o'ylab topilingan kompaniyaga turli xil varonkalar tuzishimiz mumkin. Aynan digital marketing yoki targeting varonkalarini tuzish orqali biz aynan mana shu pishmagan pomidor texnikasini ishlatib o'zimizning xizmatimizni sotishimiz mumkin. Misol uchun siz o'quv markaziga qanaqa sotuv strategiyasini, qanaqa target strategiyasini tuzgan bo'lardingiz? Qanaqa segmentlarga ajratgan bo'lardingiz? Ularga qanaqa ssenariy yozdirgan bo'lardingiz? Qanaqa ssenariylar bilan video oldirib, qanaqa tarzda lead generatsiyani yo'lga qo'ygan bo'lardingiz?
misol uchun o'quv markazidamiz, qurilish kompaniyasiga qanaqa qilgan bo'lardingiz, kiyim-kechak biznesiga qanaqa qilgan bo'lardingiz, kosmetolog biznesiga qanaqa qilgan bo'lardingiz. Turli xil bizneslarda siz o'zingizni strategiyangizni qanaqa yuritgan bo'lardingiz, mana shu narsalarni bitta papkaga, bitta prezentatsiyaga qilasiz. Ishoning, siz o'zingizni rasmiy turgan, kimligingiz, necha yoshligingiz bor bo'lgan prezentatsiyadan ko'ra mana shu pishmagan pomidor texnikasi ko'proq sotadi. Ya'ni u yerda sizni g'oyangiz ketyapti, sizni fikrlashingiz ketyapti, sizni strategiyalaringiz ketyapti. Aynan mana shu strategiyalarni siz ko'rsatish orqali ham siz o'zingizni xizmatingizni sotishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik, to'g'ridan-to'g'ri gapiravering, ochiqchasiga. Agar mana shu holatda ham sizdan keys so'rashadigan bo'lsa, portfoliyongiz bormi deydigan bo'lsa, mani hozirchalik portfoliyom yo'q, lekin men sizga nimalar qilib bera olishimni ko'rsatib bera olmayman oldindan. Mani qanaqa fikrlashim, qanaqa strategiyalar tuzganim turli xil bizneslarga ko'rib, mani qanaqa darajadagi targetologligimni his qilishingiz mumkin yoki tushunib olishingiz mumkin deb tashlab berishingiz mumkin. Buni ko'rgan, misol uchun aytaylik, qanaqadir marketolog yoki tadbirkor sizni g'oyalaringiz borligini, siz targetingda sotuvgacha olib borishgacha bo'lgan voronkalar tuza olishingizga ishonch hosil qilgandan keyin siz bilan ishlashi ehtimoli ancha baland. Shuning uchun barchalarga tavsiya beraman, aynan mana shu Nespelli pomidor texnikasidan foydalanishni. Xo'p, biz pre-work instrumentini tushundik. Nespelli pomidor instrumentini tushundik. Biz yana nima qilsak bo'ladi? Portfoliosiz, кейssiz yangi loyihalar olish uchun. Uchinchi instrument aynan risk ustida ishlash bo'ladi. Bu nima deydigan bo'lsangiz, risk sifatida nimani ko'rishadi? Tadbirkor to'g'ri risk sifatida ketkazayotgan vaqtini ko'radi, budjetga ishlatayotgan vaqtini ko'radi, lekin risk sifatida yana bir ko'radigan narsasi bu xizmat uchun to'layotgan puli. Biz xizmat uchun to'layotgan pulini biz ularga risk sifatida mana shu riskni xavfsiz qilishimiz mumkin. Qanaqa qilib deydigan bo'lsak, mana shu strategiyalarni ishlatib men sizga natija olib kelib beraman deyapmiz. Ya'ni Nespelli pomidor texnikasi orqali yoki pre-work orqali biz taklif beryapmiz. Endi qo'shimcha kuchli takliflardan bittasi bo'ladi. Agar mana shu strategiyam ishlamasa yoki mana aytaylik test qilib ko'ramiz, bir hafta mobaynida yoki 10 kun mobaynida siz bu orqali natija olishingizni ko'ra olmasangiz, bir tiyin to'lamaysiz, uni ana shu joyda shartnomani to'xtatamiz. Agar yoqadigan bo'lsa, mana shu shartnomadan keyingi period uchun aynan siz bilan pulga do'g'or qilishimiz mumkin, pulga shartnoma qilishimiz mumkin deb risklarni oldini olishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda sizni strategiyangizni ko'ryapti. Agar bu strategiyamni ishlatib bera olmasam, sen menga bir tiyin bermaysan. Agar bu strategiya ishlaydigan bo'lsa, ishlayotganini ko'rganingdan keyin do'g'or qilamiz deymiz. Ya'ni ana shu to'lov degan qo'rquvini, shubhasini to'g'ridan-to'g'ri olib tashlayapsiz. Risk mana shu joyda yo'qolyapti. Yana qo'shimcha taklif sifatida bu bo'lyapti. Endi bitta narsani ahamiyatga beringlar. Bu instrumentni men sizga 3-darajada beryapman. Ya'ni bu oxirida etiladigan taklif. To'g'ridan-to'g'ri borib turib sizga bir hafta tekinga ishlab beraman demayli. Siz takliflarni berasiz, o'ylanayotgan joyda bu taklif keladi. Ishlatib ko'ringlar, bir hafta 10 kun test qilaylik. Agar ishlayotganini ko'rsangiz, keyin menga xizmat summasi bo'yicha shartnoma qilasiz. Ungacha bir tiyin ishlatmaysiz xizmat summasiga. Sizdan ketadigan narsa faqatgina bu reklama uchun budjet. Endi yana bitta momenti bor. Klient sizga o'zim aloqaga chiqaman deydigan bo'lsa, o'zi aloqaga chiqishini kutmang. Men sizdan qachon xabar olay, buni aniq to'g'ri keladi yoki yo'q bilish uchun. Ertaga soat necha telefon qiling. Mana shu vaqtda bo'ldi. Klient sizga telefon qilishini kutmang. Siz o'zingiz telefon qilib, aniq kelishib olaylik, bo'ldimi, qilamizmi, qilmaymizmi? Telefon qilyapsiz, ko'tarmayaptimi? Bo'ldi, unuting. Boshqa kompaniyaga siz taklif bilan chiqishingiz kerak o'zi. Qancha ko'p taklif bildiradigan bo'lsangiz, shuncha ko'p loyiha olishingiz mumkin. Siz bitta klientga bitta taklif berganingizdan keyin uni javobini kutib o'tirmang. Siz telefoningizni ko'tarmayaptimi? Bo'ldi, salomat bo'ling. Boshqa loyihaga o'tishimiz kerak. Proses mobaynida turgan loyihani oldim deb hisoblamang. Sizda misol uchun 10 tasi jarayonda turibdimi? 10 tasi o'ylab ko'rish jarayonidami? Bu degani 10 tasini siz olasiz degani emas. 10 tadan bittasini ham ola olmasligingiz mumkin. Bu degani 10 tasi jarayondami? 11, 12, 13-sini qidirishda davom etishimiz kerak. Aynan mana shu qadamlar orqali siz bitta ham кейssiz, portfoliosiz loyihalar olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana shu qilishingiz mumkin bo'lgan, berishingiz mumkin bo'lgan takliflar ko'p. Faqatgina sizdan talab qilinadigan harakat. Harakat nima bilan o'lchanyapti? Siz qancha ko'p takliflar berishingiz, qancha ko'p bizneslarga o'zingizning takliflaringizni, strategiyalaringizni aytishingizda. Siz agar o'tirib olib, klientlar o'zi chiqadi deb kutadigan bo'lsangiz, ishoning katta ehtimol bilan bitta ham klient ola olmasligingiz mumkin. Sizdan talab qilinadi
ko'proq odamga taklif berish. Yana bitta tushuncha bor, kontaktlar kontraktlarga aylanadi. Siz kontaktlarning sonini ko'paytirishingiz kerak. Siz gaplashayotgan mijozlaringiz, gaplashayotgan biznes egalaringiz ro'yxatini ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz keyslarsiz ham portfoliosiz ham loyihalar olishimiz mumkin bo'lgan yo'llari ko'p. Eng muhimi, sizda targeting bo'yicha fundament, bilimlar juda yaxshi bo'lishi kerak. Agar siz faqatgina sozlamalarga, nastroykaga, knopkaga javobgar bo'la oladigan targetolog bo'ladigan bo'lsangiz, ishonavering 2026-yilda siz uzoqqa bormaysiz. Agar siz targetingga endi kirib kelgan bo'lsangiz yoki targetingdagi bilimlaringizni karra-karra o'stirmoqchi bo'lsangiz, men sizga aynan Targeting Foundation dasturimni taklif qilaman. Agar siz aynan mana shu foundationga kelishingiz kerak bo'ladi, targetingda ilk oydayoq daromad qilishni xohlayotgan bo'lsangiz. Targeting Foundationda siz onlayn darslarda faqatgina targeting sozlashni o'rganmaysiz. Bu yerda targetingda bor bo'lgan asosiy ishlaydigan barcha tizimlarni, strategiyalarini va funksiyalarni o'rganasiz. Targetingda Ads Managerga kirganda qaysi knopka nima vazifani bajarishini to'liq tushunib olasiz. Ads Managerda o'zingizni mahallingizda yurgandek bo'lib qolasiz. Hozir siz agar Ads Managerda qiynalayotgan bo'lsangiz, kirganingizda hali ham qatti bosardim deb yurgan bo'lsangiz, ishonavering, Targeting Foundation aynan siz uchun. Chunki Targeting Foundationda siz bilmaydigan funksiya deyarli qolmaydi va aynan Targeting Foundation orqali siz mijozdagi natija qilib berishni o'rganasiz va mijozlarni qayerdan olish, mijozdagi qanaqa takliflar berish kerakligini to'liqonli o'rganib olasiz. Bundan tashqari Targeting Foundationda qo'llab-quvvatlash bo'limimiz ham bor. Aynan qanaqadir muammo yuzaga keladigan bo'lsa, sizga yordam beradigan mutaxassislarimiz ham mavjud. Agar sizga ham Targeting Foundation qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda havola qoldiraman. Ana shu havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Foundation kursida ko'rishguncha salomat bo'linglar.